Lekin Iqboljon aka, hozirgi kunda ko'p yurtdoshlarimiz LFK haqida ma'lumotga ega emas. Shu sababdan LFK haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz. LFK bu o'zi nima? LFK qanday foydali tomonlari bor? Hozirgi kunda eng juda ham kerakli mashqlar, juda ham kerakli foydasi bor mashqlar hisoblanadi. Bu asosan kattalarda qon aylanishini yaxshilashda, og'riqlarni kamaytirishda, undan tashqari umurtqa pog'onasi kasalliklarida, skleroz, kifoz, shunga o'xshagan kasalliklarda qo'llab kelinmoqda. Bolalarda asosan rivojlanishi orqada qolgan bolalarda hozir DTP kasalliklari juda ham ko'p rivojlanib ketmoqda. Bunday holatlarda hammasiga LFK mashqlari orqali yechim berilyapti. Fizioterapiya haqida ko'proq ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling. Doktor O'tkir tibbiy klinikasi samarali davolash barcha manfaatlardan ustundir.